15-asr jahon ma'naviyatining buyuk siymosi Nizomiddin Mir Alisher Navoiy Hijriy 844-yil Ramazon oyining 17-kuni, ya'ni milodiy 1441-yilning 9-fevralida Hirotda tug'ilgan. Alisher Navoiy 4 yoshida mazmunan puxta satrlarni yod ola boshlagan. 7 yoshidan boshlab mustaqil baytlar bitgan. Bu buyuk qalam sohibi yaratgan asarlarning umumiy soni 4585 tani tashkil etadi. U butun she'riy, nasriy, tarixiy va ilmiy ijodida jami 31 janrda asar yaratgan. 42 va 44 yoshlari orasida jami 25615 bayt, ya'ni 51230 misrali hamsani tugatdi. Navoiyning oxirgi asari Mahbubul Qulub, ko'ngillarning sevgani risolasidir. Alisher Navoiy 1501-yilning boshida 60 yoshida vafot etdi. Dadil bo'lsang vaqtning rangi solg'ay, ishon odatda tushning aksi bo'lg'ay. Meni shersiz deding, yo'qlar quyondi. Quyonlarning ishi senga ayon. Shersiz, ammo zanjiraband sher. Tursa yuz baloni o'shan bevafo menga, kelsin agar yuzimni ursam balo menga. Men Bahroman, Barahram derlar. Qilichim zarbidan qo'rqar ne yerlar. Qiziqqon mashg'ulotimdir ov. Boshin olgu mahoratim maqtamasa birov. Diloramman, chin go'zali derlar. Navoiyning yuksak g'azali derlar. Lek mag'rurman hatto ishqda ham.